Amerikada truck owner bo'lganingizdan keyin, ya'ni o'zingizni shaxsiy truckingizni sotib olganingizdan keyin nimalarga tayyor turishingiz kerak? Yaqinlarim nima uchun juda ham ko'p takrorlayman? Agar owner bo'lmoqchi bo'lsangizlar, orqalaringizda ozgina bo'lsa ham zapas pullaringiz bo'lishi kerak deb. Akalar may hisobida mashinamni уже ikkinchi marta ustaxonaga olib kiryapman. Bundan oldingisini videosini qo'yganman. $2,500 birinchisida bo'ldi xarajatimiz, ikkinchisi mana akalar shuncha narsasini almashtirgan. Ustaxona tanish bo'lgani uchun hali akalar mana dadam ko'rinyaptimi? $2,000 ga tushdik. Bu narsaga akalar tayyor turish kerak. Endi mashinani remont qilmasangiz ham bo'lmaydi-da, yo'lda qolib ketasiz. Ikkinchisi, akalar o'z gapirish tonimdan ham sezayotgan bo'lsangizlar kerak, akalar mazam yo'q. Endi men o'zim prinsipimdan kelib gapiryapman-da, ba'zi insonlar kasal bo'lsa ishlamaydi. Mazam bo'lmasa ham akalar chiqib ishlayapman, temperatura qilyapman. Temperaturam 38-40 atrofida bo'lib ketyapti. Eto shu bilan yukimni olib kelib topshirdim. Mana akalar shunaqa dori-darmonlar ichib bo'lsa ham, bunga qaranglar, qancha dori-darmon. O'zbekistonda bunaqa paracetamolgacha zakaz qilganman. Qisqasi akalar, mana shunaqa qilib yuklarimni topshirib, hech bo'lmasa xarajatimni yopay deyman. Chunki bir haftalik xarajatim $1,500. Bir oyning ichida men akalar ishlamasam bir oy $6,000 shuni kompaniyaga olib borib berishim kerak. Chunki truck payment bor, insurance, ELD, ifto shunaqa xarajatlari bor truckni. Bu narsaga tayyor bo'lishlaringiz kerak. Biron kim sizlarga owner bo'lmoqchiman desa, обязательно mana shu narsalarni ko'rsatadi. Ustaxonaga mana buncha berasan, bir haftalik xarajating mana buncha deb aytadi. Lekin sizlarga kamdan kam odam groslab bang'illab ketgan paytini aytmaydi. Haftasiga $6,000-7,000 chist benefit bilan, profit bilan chiqqanini aytmaydi. Amazon paytida bang'illaganda akalar $20,000 gross qilib o'sha payt xarajatlarni chiqarib tashlagandan keyin haftasiga $10,000-15,000 urgan paytlarini hech kim sizlarga aytmaydi. Men juda ham ko'p qaytaraman akalar, owner bo'lish выгодно. Mana bu kunlarda ham hozir mana misol tekshirish diyoiti ketyapti. Shu payt ham akalar ownerlar yutqazmaydi. Bir haftada $6,000 gross qilganda ham kamida $2,500-3,000 bilan uyiga kiradi. O'sha hamma xarajatini chiqarib tashlagandan keyin ham. Menimcha akalar bunaqa ochiq oydin qilib sizlarga detalni qilib tushuntiradigan, agar bloger desangizlar, blogerlardan bittasi men bo'lsam kerak. Endi men o'zimni kasalligimni ko'rsatib sizlar rahmlaringizni keltirmoqchi emasman. Shunchaki agar owner bo'lmoqchi bo'lsangizlar, mana shu narsalarga tayyor turinglar deb aytib o'tib ketyapman. Shunaqa akalar, обязательно zapas pullaringiz bo'lsin. Pul bo'lmasa qiyin. Shunaqa.